Akalar mana pomidor sotilyapti-da. Mana hozir Food City'dagi pomidor. Kimdir tanish ko'rsa kular balki meni ustimdan, bilmadimi? Hozir aqlli bo'lib ketdi bu. Lekin mana bunaqa suralar yozilgan, qog'oz kelgan, anu kelgan, kitob kelgan. Qayerdan kelgan bu? Yog'i noma'lum. Lekin mashinasi kelganda hozir hayron bo'lib turibman-da. Men salgina e'tiborli bo'lish kerak. Pomidorda ishlaydigan, pomidorda ko'p ichida yurgan odamlar mana shunaqa narsaga sal e'tiborli bo'lsin. Upakovka qilgan odamlar ham sal e'tiborli bo'lish kerakmi? Kimdirlar men hozir meni taniganlar kimdir yozar balki. Aqling toshib ketibdi deb. Endi prosta shuni ko'rib ichim qizib ketdi-da. Nima ham bunaqa ish qilgan ekan deb. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Salgina e'tibor bunaqa narsadan ko'p. Mana bu bittagi ham bor. Qo'yilgan. Hammasi mana shunaqa. Mana pastlarda ko'p. Aralarida nechtadir kitobni buzib qo'yishganda. Mana shu ham suralar. Bu bularni sotgan odam matbuotdagilar sotganda, olgan shu pomidor biznesda yurganlarda. Pomidorda yurganlarga sotilganda, bu kiloga sotilgan. Shu narsani sotmasa bo'laydi deb endi. Bu endi sotiladi, pomidori yashigi chiqindiga ketadi-da. Shu sal e'tiborli bo'lish kerakmi? Shu rekka chiqaringlar, buni qo'yganlar bilan borar, yetib borar balkim.